Farruh akamiz Surxondaryo viloyati Uzum tumanidan kelibdilar. Bizani Instagramda kuzatasiz, to'g'rimi? Xullas, bu akamiz Sankt-Peterburgdan, Rossiyadan, ya'ni bесрочный запреtlari bor ekan. Sankt-Peterburgda ishlab yurib Moskvaga borganman dedingizmi aylanishga? Moskvadan Sankt-Peterburgga bordim. Moskvada patent olib ishlagansiz, dam olishga borib, бессрочный ishtirok shu бессрочный запрет bo'lib qoldi. O'sha paytda militsiyalar tutib yo'lda отделga olib borib, отделga olgan. Xullas, shu paytda akamga shtraf yozganlar, lekin qo'liga bermagan. Qog'oz bermadi. Bermadi, rekvizit bermaganda mana shu shtraf to'ladi. Shtraf to'ladi. Moskvaga borganingizda chiqib turibdi, Sankt-Peterburgga borib to'lab kelish shtrafingizni, to'g'rimi? Lekin imkon bo'lmadi sizda. Akamizga shunaqa holat bo'lib qoldi. Endi zapretlarni ochtirishga keldim. Xudo xohlasa, aka bu 4 oydan oshishi mumkin, plus minusi bilan. Sabab Sankt-Peterburg, Moskovskiy oblastida cho'ziladi zapretlarni ochish. Xudo xohlasa, toza bo'lsa, ochib bersak ketasiz. Inshaalloh. Video kutamiz sizdan. Yana bir keyingi mijozimiz endi bu akamiz. Kimin Rossiyada deport zapretlari bo'lsa, bizning ofisimiz Xorazm viloyati Urganch shahrida bor va Toshkent shahri Olmazor tumanida bor. Kelsangizda o'tirib mana yuzma-yuz gaplashamiz. Aka oldi berdilarni tilxatlashib, to'g'rimi? Tilxatlashdik, mana polni hammasi joy-joyida. Notarius orqali davenni soldim. O'zimga, advokat yordamchisiga oldi berdini syomka qilib Telegramingizga tashlab berdimmi? Tashlab berdingiz. O'zim ham ko'rsatib, o'zingiz ham ko'rsatib, polni hammasi. Hammasi tushunarli bo'ldi, to'g'rimi? Nima? Tushunarli bo'lib. Bo'ldi aka, kelishdik. Kelishdik aka. Xudo xohlasa. Aka, xudo xohlasa ishingiz bitgandan keyin inson omon o'tib olsangiz bitta video kutamiz sizdan. Inshaalloh aka. Asta Telegram nomer qoldiraman. Telegramda yozinglar, operator qizlarimiz javob beradi. O'sha Rossiyadagi deport zapretlarni Moskvadagi advokatlarimiz orqali aniq tekshirib beramiz va yechib bo'ladigan bo'lsa, hammasiga ham yechib bo'lmaydi. Akamga ham tushuntirdim mana. Yechib bo'ladigan bo'lsa, qonuniy yo'llar bilan bekor qildirib beramiz. Sog' bo'ling, omon bo'linglar.